Yo, bismillah. Xudo xolasa tayyor. Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar, ustalar, o'z kanali hurmatli qadrli obunachilari. 2025-yilda imoratning devor qismiga pishgan g'ish hamda xom g'ish urish narxlari necha pul bo'lyapti degan savollarga biz bugun to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Bu videoni eslatib o'tamiz. Imorat qilmoqchi bo'lgan akalarimiz, opalarimiz ko'rsa, videolarimiz foydali bo'ladi, qadrdonlar. Xo'sh, bugungi bu yerdagi manzilimiz Farg'ona viloyati Rishton tumanidan olib borilyapti, qadrdonlar. Ustakalarimiz xudo xolasa ishlash jarayonlari, ya'ni 50% ni bitiribdi. O'sha bu yerda qadrdonlar 4 xona uyga g'ish urib berishyapti. Qancha? 1,5 ni bo'ldi? 1,5 ni bo'ldi. 2 xonadan o'tadigan joyda bo'libdi. Bir dona g'ishni qadrdonlar 500 so'mni uryapti, ya'ni pishgan g'ish, xom g'ish aralash. Sisma poyez, bundan tashqari kolonna deyiladimi yoki serdishnik deyiladimi, o'zlari xudo xolasa chiqarib berishadi, qadrdonlar. To'liq ma'lumotni nima deymiz? Bizni ko'rishda kuzatishda davom etsalaring, to'liq ma'lumotni ustakalarimizdan bilib olamiz. Xo'sh, ustakamiz mana tepada turgan Nodirjon akamizdan to'liq ma'lumotni bila olamiz. Nodirjon aka, hormanglar. Assalomu alaykum. Charchamayapsizlarmi? Ha, rahmat. Boshlagan ishlaringni Alloh xayrli qilsin, kuch-quvvat bersin. Ana joylar sog' bo'lsin. Ilohim nima deydi? Mana shu ustachilikdan topgan daromadlaring yaxshi kunga, Nabirga salmoqda beraversin, qadrdon. Xo'sh, aka, manzil to'g'ri aytding, bitta aytib yuboring. Manzil 7-nimi? Ha. Rishton tumani. Ha. Oxirda. Oxir qishlog'i. Ha, bo'ldi, maşallah. Zo'r. Hozirgi kunda g'ishlarimizni birinchi 55 deb nomlangan g'ishdan foydalanyaptilar, ha? Ay. Oxirda g'ishi. Oxirda g'ishi o'zimiz. Sho'r chiqmaydimi? Nima deydi? Yo'q, sho'rlar yo'q ekan hozir. Xudo xolasa sho'r yo'q. O'zi do'stlar, qadrdonlar, Rishtonni tuprog'i kulolchilik rivojlangan. Ya'ni toza tuproqdan. Ha. Necha xona uy endi bu? 4 xona dedik-a? 4 xona, 5 xona shuni atrofida. Bo'ladi, maşallah. Hozirgi kunda loyga bosilyapti, ha? Necha pul urilyapti endi? 500 so'm endi hozir. Ikkovi aralash. Aralash 500 so'm, ha? Agar pishgan g'ish bo'lsa-chi, ya'ni mana bunday qo'shniga o'xshagan g'ish bo'ladigan bo'lsa, ular 600 so'mdan. 600 so'mdan. Ha, loyga urish. Loyga urish. Agar qumga urilsa, Agar qumga urilsa 700 so'm. 700 so'm, maşallah. Zo'r. Endi xom g'ishni o'zini necha pul urib beryapsiz? Xom g'ishni o'zi bo'lsa. Xomsh o'zi ham kelishib chiroyli qilib nima urib beryapmiz-da, uydagilar bilan. Sharoitiga qarab, nimaga qarab. Zo'r. Hozir bu yerda endi mustahkam bo'lami? Endi atroflarga pishgan g'ish, tepa pastga pishgan g'ish, o'rtalariga xom g'ish urib beryapsiz. Endi qanday bu qulayligi bormi, yo'qmi? Ha, shu qulaylik bor bo'lsin deb pishgan g'ish uryapmiz muqroqlarga, sivaskalarga. Ana kolonnalar urilganda uyib ketmaydi, to'g'rimi? Uyib ketmaydi. Mustahkam bo'ladi, pishgan g'ish urilyapti. Zo'r. Ha, rasxoti ham sal endi cho'ntakka, ha, ekonom bo'ladi, to'g'rimi? Ekonom bo'ladi. Masalan, mana shu chekkalarda ham xom g'ish bo'ladigan bo'lsa, o'zlaringiz bilasizlar, qadrdonlar, kolonna kuyladi, sisma poyez kuyladi, stoyka deyiladi. Shu kuyilish jarayonida erib ketish yoki uyib ketish holatlari bo'ladi, agar xom g'ish bo'lsa. Shuning uchun pishgan g'ish urilyapti. Ichlarni ham bir tanishtirib o'tamiz. Agar endi sisma poyez kolonnalarni ham o'zlaringiz bitirib beraverasizlar, qo'ldan kelgancha. Ha, xudo xolasa. Hozirgi kunda vodiydagi narximiz necha pul bo'lyapti? Vodiydagi narximiz 50 ming, 45 ming, 50 ming atrofida. Sharoitiga qarab. Kolonna ham, sisma poyez ham bir xil. Ha, endi o'sha kelishib, poyi bastaga qarab kelishilgan holda. O'z do'stlar, qadrdonlar, mana shu qishloqda ustasi akamiz. Chunki narx-navo arzon. Boshqa joylarga qaraganda. El qotari. Buni nimadan bilamiz, aytaylikmi? Chunki mana shu qishloqda o'zidan otmaydi ustakalarimiz. Shuning uchun narxi arzon, ishi sifatli. Bu tomonlariga endi o'tilar ekan, ha? Ha, xudo xolasa. Xom g'ish ham shu bitta nimadan kelayotgan, g'izzavoddan, ha? Ha, ikkovsi ham bitta zavodga. Shu pechatlar, plombalar bor ekan, 55 xom g'ishda ham, pishgan g'ishda ham mana, qadrdonlar. Bunda ham 55. Bunisida ham 55. Sisma poyezlarga mana shebellar to'ktirilgan. Yana qanday savol? Suvoqlarchi endi suvoq qilish. Suvoqlar ham 35-40 atrofida. O'zi ustaka, misol bizni kanalimizni ko'rib turganlar, imorat qilsam yoki qurilish qilsam, ustalar qayerdan topaman deb turgan akalarimiz ko'pda. Ha. Noldan ko'tarib berish ham qo'ldan kelaveradimi? Hamma yo'q. Ha? Ha, ye. Shu haligi nima deydi? Patkulich. Deydi-yu. Patkulich. Patkulich. Eng oxirgi darajagacha, qadrdon.
Bo'laveradi. Zo'r. Suvog'imiz narxi 35 ming, 40 ming atrofida. Atrofida. Zo'r. Do'stlar, qadrdonlar, bundan tashqari endi hamma shu qurishga nima kerak bo'ladigan bo'lsa, qanday usta kerak bo'ladigan bo'lsa, ustakalarimiz qo'ldan kelgancha o'zlari betondan shu tomigacha, shipirigacha bitirib beraveradi. Fundamentimiz nech pul bo'lyapti aka? Fundamentim 40-45 50 atrofida. 50 atrof. Hozir aka, bizni ko'rayotib turganlar vodiydan, vohadan 12 ta viloyat bo'ylab xizmat ko'rsataverasizmi? Ishi bo'lsa endi. Ha, ko'rsatursa kerak. Lekin bitta narsa, endi zakazingiz ko'p bilib turibmiz. Imorat qilaman yoki noldan uy qizaman degan akalarimizga bitta sizning narsani eslatib o'tamiz, qadrdonlar. Noldan uy qilaydigan usta qidirish uchun kamida bir 2 oy oldin harakat qilish kerak. Bo'lmasa. Ustalarimizni ochirtib bo'ladi. To'g'rimi? Bitta uy qurmoqchi bo'lsa, kamida shu 1 oyda bitmaydi-yu. 2 oy, 3 oyda bitadi-da. Hamma yo'g'i yetarli darajada bo'lsa. Shuning uchun bahorga qilgizmoqchi bo'lgan akalarimizga shu yo kuzdan yo shu qishdan zakaz berib qo'yish kerak ustalarimizga, zakalatini berib, to'g'rimi aka? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataverasiz, xudo xolasa, qo'ldan kelgancha. Xudo xolasa. Bizning kanalimiz Ustalar o'z kanali, qadrdonlar, ustalarga oid ishlarni olib chiqishga, yoritib berishga harakat qilyapmiz. Bugungi mavzumiz Farg'ona viloyati Rishton tumanida olib borilyapti. Xomg'ish va pishgan ishlarni aralashtirib ustakalarimiz urib beryapti ekan. Yani loyli rastovoriga, qadrdonlar. Kimga mana shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ustalarimiz nomerini pastda qoldiryapmiz, qadrdonlar. Bemalol telefon qilishlari mumkin. Bizning kanaldan ko'rib chiqqan do'stlar, qadrdonlarga sizga bonusini qilib berishadi, xudo xolasa. Bizning kanalda ko'rishni kuzatishda davom etinglar, qadrdonlar. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yinglar va 2025-yil, 26-yilda imorat qilaman degan akalarimizga bu videoni tashlab qo'yinglar, do'stlar. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin. Salomat bo'linglar.